Assalamualaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftal xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Bu yillik 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 6 yilligini xotirlash faoliyati yillardagiga qaraganda texmo keng ko'lamda kelib berildi. Bu yilgi xotirlash faoliyati namoyish, yig'ilish, duo, tilovat qilish shakllarida o'tkazildi. Bu yilgi namoyishlardagi o'zgachilik bo'lsa, zo'r turkumda turklarning namoyishga ishtirok qilishi yoki bu xildagi namoyishlarni o'z oldiga tashkillashi bo'ldi. Namoyishchilar Amerika, Turkiya, Germaniya, Angliya, Gollandiya, Avstriya, Fransiya, Shvetsiya, Yaponiya qatorliq ellarda bir necha qitimlab o'tkazildi. Amerika poytaxti Washingtonda 2-iyul o'tkazilgan namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qodirxonim yetakchilik qildi. O, Xitoy hukumatini 5-iyul qirg'inchiligidagi mas'uliyatini ustiga ilishga chaqirdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi Uyg'urlarga ayrim yig'ilish o'tkazib, 5-iyul qurbonlarini esladi va ularning ro'yiga atab duo tilovat qilishdi. Buningdan ilgari Turk xalqi Turkiyaning 81 shahrida keng ko'lamli namoyish qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan Ramazon cheklamasini ayblagan edi. Tayland hukumatining payshanba kuni 109 nafar Uyg'ur musofirini majburiy Xitoyga o'tkazib berishi kuchli xalqaro norozilik qo'zg'adi. Amerika Davlat ishlar ministrligi Tayland doiralarining Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarib berishi uning xalqaroda rioya qilishga tegishli majburiyatiga xilof ekanligini ko'rsatdi. Orqadilla Turkiya tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Tayland doiralarining Uyg'urlarni ularning orzusiga muxolif holda 3-davlatga o'tkazib berganligini tanqid qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi bolsa, Taylandning hareketidan qattiq cho'chiganligini bildirib, uning hareketi xalqaro qonunga parvosizlarcha xiloflik qilish deb qaraladiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qodirxonim Taylandning aldamchilik qilganligini, uning kishilik huquq, insonparvarlik, xalqaro ahdinomlarga xiloflik qilib qolmay, aqalli odamgarchilikka xiloflik qilib, Xitoy bilan savdolashganligini bildirdi. 8-iyul Tayland hukumatining Uyg'urlarni qaytarib berganlik xabari tarqalgandan keyin Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari Tayland va Xitoy elchixonalari oldida norozilik namoyishlari o'tkazishga boshladi. 8-iyul namoyishchilar Istanbuldagi Tayland konsulxonasiga besib kirib, Tayland hukumatiga g'azabini ifodaladi. 9-iyul yaqinlari Xitoyga qaytarib etilgan bir guruh Uyg'ur qo'llarida Turk va Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarishib, Xitoyning Anqara elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishda Dunyo Uyg'ur qurultayi muavin raisi Seyit Tumturk bayonot berib, Taylandning begunoh Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligini qattiq aybladi. Turkiya va demokratik ellarni qolgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishini to'sashga chaqirdi. Taylandga norozilik bildirish namoyishlari juma kuni Turkiyadan boshqa yana Germaniya qatorliq ellardagi Tayland elchixonalari oldida davom qilmoqda. Seyşembe günü Qozog'istonning Nazarboyev universitetidan nutq so'zlagan Hindiston bosh ministri Narendra Modi nutqida ataqliq Uyg'ur shoiri Abdurahim O'tkirning Iz nomli she'ridan naql keltirdi. Modi Abdurahim O'tkir O'rta Osiyodan chiqqan shoir. U mundaq deb yozgan deb ko'rsatib, uning Iz nomli she'rining qoldi iz, qoldi manzil, qoldi uzoqda hammasi, chiqsa bo'ron, ko'chis qumlar ham ko'rinmas izimiz. To'xtamaz karvan izidan gerçi atlar bek uruq, tapqisi hech bo'lmasa bu izini bir kun navrimiz yo avrimiz degan oxirgi 4 misrasini o'qidi. Modi Rossiyaning Ufa shahrida ochilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashishdan burun O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatni ziyorat qilgan. Egallashimizcha 2-iyul Germaniyaning Myunxen shahridagi Mustaqil korxonachilar birligining iftorlik faoliyatida Uyg'urlar haqida ma'lumot anlatilgan. Mazkur faoliyatga taklif qilingan Uyg'uriston Ozodlik tashkilotining mas'ullaridan Olimjon apandining bildirishicha, faoliyatga Bavariya viloyatidagi turk jamiyatlarining mas'ullari, siyosiy partiya vakillari va jamoat arboblari qatnashgan. Faoliyatda Sharq Turkistonning tarixi, bugungi ahvoli tanishtirilgan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari anlatilgan. Uyghur Abdunum rayonluq odam kuchi va ijtimoiy kafolat nazoratining oshkorlashicha 2014-yilning oxiriga qadar Uyg'ur elidan Xitoy o'lkalariga majburiy ilib berilgan Uyg'ur yoshlari 7 mingdan oshgan. Egallanishicha 2015-yildan boshlab Uyg'ur Abdunum rayonluq doiralar Uyg'ur elidan Xitoy o'lkalariga o'tkazadigan atalmish 5-emgak kuchini 50 mingga yetkazishni planlamoqda ekan.
Bu yılki mölçer boyunca Uyghur ilidan 15 ming nafar yerlik millet yaşlarının Xitoy ülkeleriga işinç emgak kuchi degan veviski bilan yo'tkildiganligi ilgari surilmoqda ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.